Assalomu alaykum yurtdoshlar. O'zbekiston Milliy axborot agentligining Dunyoga nazar tahliliy dasturining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. UZA odatda o'quvchilar uchun eng qiziqarli bo'lgan mavzularga murojaat qiladi. Bugun ham dasturimizda global mavzularga ekspertlarimiz bilan birgalikda murojaat qilamiz. Tanlangan mavzu esa Yangi O'zbekiston tashqi siyosati 2025-yil sarhisobi. Hurmatli ekspertlar, avvalo studiyamizga xush kelibsiz. Ma'lumki 2025-yil mamlakatimiz ichki va tashqi siyosatida samarali kechdi deb aytishimiz mumkin. Xususan davlatimiz rahbarining xorijga amalga oshirgan davlat va rasmiy tashriflari va O'zbekistonda tashkil etilgan turli nufuzli tadbirlar, xususan mana Samarqandda o'tkazilgan Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammiti va Toshkent shahrida o'tkazilgan Parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasi va qolaversa Samarqanddagi UNESCOning 43-tarixiy sessiyasi ham nihoyatda ahamiyatli bo'ldi. Keling dastlab mana shu xususda fikrlashsak. Marhamat. Endi 2025-yilni sarhisobini oladigan bo'lsak, mana shu yil davomida O'zbekiston prezidenti tomonidan 24 ta xorijiy mamlakatlarga demak rasmiy va norasmiy vizitlar bo'lgan va bular o'sha demak mart oyidagi Fransiyaga qilingan tashrifdan, rasmiy tashrifdan boshlanib, oxirgi mana Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan sammitda, noyabr oyida bo'lgan sammitda qatnashilgan va bu agar qilingan tashriflarning umumiy jihatlarini aytadigan bo'lsak, bu yerda 3 ta jihatga asosiy e'tibor berish kerak bo'ladi. Birinchisi Markaziy Osiyodagi hamkorlikni har tomonlama demak rivojlantirish, ikkinchisi ko'p vektorli tashqi siyosatni rivojlantirib, bu turli siyosiy kuchlar bilan hamkorlikni kuchaytirish, bu demak Yevropa ittifoqi, Xitoy, Rossiya va AQSh bilan bo'lgan aloqalarni kuchaytirish, Fors ko'rfazi mamlakatlari bilan aloqalarni kuchaytirish va uchinchi asosiy jihati bu iqtisodiy diplomatiyani juda ham katta ahamiyatini berishimiz kerak, chunki aynan shu iqtisodiy diplomatiyalar o'zi tashqi nimalarni asosiy mazmunlaridan bittasi ham shu iqtisodiy diplomatiya, chunki har bitta tashrif natijasi sifatida O'zbekiston ko'p tomonlama va ikki tomonlama bir nechta iqtisodiy shartnomalarga qo'l qo'ygan, 100 dan ortiq va bu shartnomalar O'zbekistonni yangi O'zbekiston mafkurasini, yangi O'zbekiston siyosatini amalga oshirishda juda ham katta moddiy, iqtisodiy asos bo'lib xizmat qilyapti va buni biz o'zimiz ham kunlik hayotimizda ko'rib turibmiz. Ya'ni iste'mol bozorimizda ham, investitsiyalarda ham juda katta o'zgarishlar bor va kundalik hayotimizda ham bo'layotgan o'zgarishlardan kuzatib turibmizki, bu ko'p vektorli demak iqtisodiy diplomatiya o'zini mevalarini beryapti. Abdulakani fikrlariga qo'shimcha qilib, yana bir narsani alohida ta'kidlamoqchimanki, haqiqatan ham mana O'zbekiston o'zi geografik ikkita katta iqtisodiy qudrat o'rtasida geografik. Bir tomonda bizni mana sharqiy tomonimizda Xitoy Xalq Respublikasi va dunyodagi eng katta iqtisodlardan biri Yevroittifoq g'arbimizda. Bugungi kunda mana shu 25-yildagi shu davlat rahbari Prezident Mirziyoyevning Yevropaga qilgan viziti va u yerda qo'l qo'yilgan va demak mana shu yuz bergan kelishuvlar oxir oqibat O'zbekistonning mana shu geografik joylashuvida trendini o'zgartirib, bugungi kunda mintaqa uchun va eng avvalo O'zbekistonning o'zi uchun ham foydali chorrahaga aylantiryapti. Men 25-yil uchun O'zbekiston uchun eng muhim ham siyosiy ham iqtisodiy voqelik sifatida aynan mana shu Samarqanddagi bo'lgan Yevroittifoq va Markaziy Osiyo liderlarining uchrashuvi, undan keyin O'zbekistonning o'zi mana oktyabr oyida borib Brusseldagi shu Yevroittifoq bilan imzolab kelgan shartnomalarni urg'ulagan bo'lardim. Bu yerda to'g'ri aytdingiz, aynan Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi to'g'risida juda ko'p gapirildi. Haqiqatan ham bu ko'p vektorli tashqi siyosatimiz birinchi o'rinda va albatta geosiyosiy ahamiyatga ega bo'lgan juda katta tadbir bo'lgan. Ya'ni aynan hozirgi geosiyosiy turbulentlik davrida, ya'ni O'zbekiston, kechirasizlar, Rossiya bilan Ukraina va yaqin sharqdagi vaziyat fonida juda Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi uchun juda haqiqatan ham logistika va muqobil energiya bir markaziga aylanishi mumkin bo'lgan tadbir bo'lgan va aynan shu sohalarda va undan tashqari
qimmatbaho qazilmalar sohasida juda katta kelishuvlarga erishildi. Haqiqatdan ham Yevropa uchun hozir birinchi o'rinda aynan shu materiallar kerakligida Markaziy Osiyo mamlakatlari, aynan shu Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyo mamlakatlarining sammiti juda o'rinli bo'lgan. Undan tashqari bu yerda endi parlamentaro ittifoqining 150-yubiley assambleyasi aynan Toshkentda bo'lib o'tgani, ketma-ket aynan shu ikkita tadbir bo'lib o'tgani O'zbekistonni aynan shu dunyo miqyosidagi butun siyosat va ommaviy axborot vositalarini nazarini markazida bo'lgani ham biz uchun juda katta yutuq. Sababi bu tadbirlarni O'zbekistonda aynan Samarqandda va Toshkentda o'tkazish uchun hukumatimiz tomonidan juda katta ishlar qilingan. Bundan tashqari demokratik imij uchun bizga juda katta plus bo'lgan. Aynan shu parlamentaro assambleyasini 150-yubileyini Toshkentda o'tkazish, ya'ni 180 dan ortiq delegatlar, ya'ni aynan parlamentariylar butun dunyodan kelgan bo'lsa, ular uchun O'zbekistonni zamonaviy ko'rinishini ko'rsatish biz uchun juda katta nufuz bo'lgan. Bundan tashqari parlament diplomatiyasi ham, ya'ni O'zbekistonning parlament diplomatiyasiga ham tayyorligini va aynan ochiq va pragmatik davlatligini ko'rsatish uchun juda yaxshi platforma yaratilgan. Undan tashqari yana bir aytib o'tildiki, UNESCOning bosh assambleyasining 43-sessiyasi mana ilk bor 40 yil ichida, oxirgi 85-yil Sofiyada o'tkazilgan bo'lsa, Parijdan tashqari, ya'ni Samarqandda o'tkazildi. Bu rosa ramziy deb o'ylayman, sababi o'zi 2025-yil BMTning 80 yoshli yubiley bo'lgan. Aynan shu 45-yil tashkil etilgandan keyin BMTning quyi tashkilotlari tashkil etilgan. Bu shu jumladan UNESCO ham va O'zbekiston bilan UNESCOni ko'p yillik yaxshi qalin munosabatlari birlashtiradi va bilamizki, ko'p moddiy va non-moddiy meroslarimiz, madaniy meroslarimiz aynan UNESCOning ro'yxatiga kiritilgan. Ya'ni shu yil mobaynida o'tkazilgan tadbirlarimiz nafaqat biz madaniy tomondan ko'rsatadi, ya'ni siyosiy, iqtisodiy hamkorlikka biz tayyorligimizni namoyish etadi. Shuni aytishimiz kerakki, 2025-yil O'zbekiston tashqi siyosatida diplomatik yutuq va samarador bir tashqi siyosat yili bo'ldi deyishimizga to'laqonli haqqimiz bor. Avvalo, prezidentimiz 3 ta dunyoning eng kuchli markazlariga tashrif buyurgani, bu Washington, Bryussel va Pekinga tashrif buyurganini ko'ramiz. Bu albatta mana shu dunyoning kuch markazlari bilan O'zbekiston to'laqonli bir suhbat olib borgani, muzokaralar olib borganligi va O'zbekiston uchun samarali, foydali bo'lgan juda katta investitsion bir loyihalarni amalga oshirganini ko'ryapmiz. Undan tashqari aytishimiz kerakki, haqiqatan ham O'zbekistonda umuman dunyoda kamdan kam kutiladigan diplomatik bir tashabbuslar bo'ldi. Bu Samarqand ruhi degan shu diplomatik bir termin o'rtaga chiqdi, siyosiy bir termin o'rtaga chiqdi. Bevosita o'sha Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyoning birinchi sammiti Samarqandda bo'lgani, bu O'zbekistonning siyosiy yutug'i bo'lgan bo'lsa, siyosiy diplomatiyasining bir ko'rinishi bo'lgan bo'lsa, Toshkentda parlamentaro ittifoqning o'tkazilishi esa bu parlament diplomatiyasining, ya'ni parlament institutining yutug'i bo'ldi. Shuningdek, UNESCOning Samarqandda o'tkazilishi bu O'zbekistonning madaniy diplomatiyada ham tashabbuskor ekanligini ko'rsatdi. Va shulardan xulosa qilib aytish kerakki, men siyosatshunos sifatida aytaman, O'zbekiston nafaqat Markaziy Osiyoda, dunyoda diplomatik markaz rolini bajar desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston hukumatini amalga oshirgan, mana hukumat rahbarining amalga oshirgan tashriflarida nimani ko'rish mumkin? Bu yerda xalqimizga bir konkret tushuncha berish kerak-da. Menimcha geosiyosiy muvozanatni saqlash masalasida juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Nima uchun? Mana 2025-yil hammamiz ko'rdik-ku, geosiyosiy maydonda qanchalik notinchlik davri bo'ldi. Qancha urushlar, masalan, yaqin qo'shnilarimiz, hatto mana Erondagi voqealar, Isroil bilan Eron o'rtasidagi boyagi o'sha harbiy konfliktlar va mana shu vaziyatda, shunday murakkab bir vaziyatda mamlakatimiz rahbariyati geosiyosiy muvozanatni saqlash masalasida, ya'ni O'zbekistonni Markaziy Osiyoda neytral va ochiq pragmatik siyosatini davom ettirib, mana nafaqat o'sha tinchlikni saqlash, balki Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston bilan strategik sherikliklarni amalga oshirilishi, Rossiya bilan ham hatto mana iqtisodiy energetik loyihalarni davom ettirishimiz, Yevropa ittifoqi bilan yashil energetika, yuqori texnologiya sohalarida hamkorliklarni amalga oshirishimiz menimcha eng katta yutuq bo'ldi 2025-yilda deb o'ylayman.
Mintaqamizda yangi Markaziy Osiyo ruhi shakllanayotgani ko'pchilikka ma'lum. Xususan mana yaqinda poytaxtimizda bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 7-maslahat uchrashuvida Ozarbayjon Respublikasi ushbu formatning o'sha doimiy ishtirokchisiga aylandi va qolaversa joriy yilning 31-mart kuni Tojikistonning Xo'jand shahrida O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston yetakchilari o'rtasida Xo'jand deklaratsiyasi imzolandi. Ya'ni demoqchi bo'lgani mamlakatimizning shu kabi xalqaro maydondagi global tashabbuslari haqida nima deb olasizlar? Bu yerda juda e'tirof to'g'ri qo'ydingiz. Xo'jand deklaratsiyasi bilan Samarqand deklaratsiyasi bir-biriga uzviy bog'liqligi. Avvalambor biz yaqin qo'shnilar bilan Markaziy Osiyoda umumlashgan bir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy siyosatni kelishib olishimiz kerak bo'ladi. Chunki biz agar Markaziy Osiyoda o'zimiz bir umumiy bozor yaratib, umumiy bir qadriyatlar yaratib, ana shu qadriyatlar atrofida birlashib, butun dunyoga Markaziy Osiyo fikri va Markaziy Osiyo pozitsiyasi sifatida chiqsak, bu so'zimizni vazni, pozitsiyamizni vazni butunlay boshqacha bo'ladi. Agar har bitta mamlakat o'zicha harakat qilsa va o'zicha bir-biriga raqobatga kirsa, masalan, aytaylik transport yo'llarida Qozog'iston uchun o'rta koridor juda ham muhim. Biz uchun aytaylik, demak, janubiy koridor juda ham muhim. Endi shuning ustidan biz raqobatga kirishimiz kerak emas. O'rta koridorda ham, janubiy koridorda ham ikkala mamlakatlarning umumiy aytaylik transport koridorlarida umumiy manfaatlari bor va ma'lum bir muloqotlardan keyin o'rta koridorni ham, janubiy koridorni hamma mamlakatlarning aytaylik umumiy manfaatiga xizmat qilishiga olib kelishga erishish mumkin. Ya'ni raqobat emas, bu yerda hamkorlik. Yoki aytaylik Xo'jandaga bo'lgan uchrashuvda ham eng birinchi shartnomalardan biri bu umumiy suv va energetika sohasidagi birinchi haligi nima deydi, ko'zga ko'rinadigan qadamlardan biri bo'ldi. Nimaga? Yevropa ittifoqini ham oladigan bo'lsak, bilamizki, u yerda demak temir va ko'mir atrofida birinchi birlashuv bo'lgan. Ana shu birlashuv atrofidan Yevropa ittifoqi yuzaga kelgan. Bizda ham agar kimdir so'rasaki, agar bizni birlashtiruvchi qadriyatlar, iqtisodiy qadriyatlar deylik, nima birinchi navbatda desa, men doim aytgan bo'lardimki, bu suv masalasi, elektr energiya, umuman energetika masalasi va transport va logistika masalalari bizni bugun hech kimda haligi qarshilik uyg'otmaydigan 3 ta masala. Mana shu sohalar atrofida biz umumiylikka erishishimiz mumkin. Ikkinchi masalani yana to'g'ri aytdingiz, bunga masalan Ozarbayjonni kirib kelishi. Bu yerda Turkiy mamlakatlari, Turkiy birligi deb qarash kerak emas. Bu yerda mantiq kelyaptiki, Markaziy Osiyo davlatlarini demak transport logistika yo'llaridan albatta Kaspiy orqali chiqishi Ozarbayjon bilan juda ham bog'liq va Ozarbayjon orqali Turkiyaga chiqish, Turkiyadan Yevropaga chiqish bu juda ham hammamizga kerakli haligi bo'lgan omillardan biri. Ikkinchisi, demak, Ozarbayjonni ham bugungi kunda o'zining juda ham salohiyati juda ham katta. Ayniqsa energetika resurslarini transporti bo'yicha, transport logistika ishlari umumiy olganda ham Ozarbayjonning salohiyati katta. Chunki Kaspiy dengizidan uni tayyor portlari bor. Bu portlardan biz foydalanishimiz mumkin. Bu portlar orqali biz haligi o'zimizni tovar va ashyolarimizni eksport ham, import ham qilishimiz mumkin. Shu nuqtai nazardan qaraganda bu sammitlar, bu aloqalar juda ham muhim. Va yana bitta narsani aytish kerak. Biz Markaziy Osiyo birligi, Markaziy Osiyo ruhi haqida 30 yildan beri gapiramiz, lekin aniq ishlar mana yaqin 9-8 yilda bo'ldi. Chunki bir paytda chegaralar hatto minalangan edi. Chegaralarda vizalar bor edi. Umuman haligi chegaralar aniqlanmagan edi. Chegaralar o'rtasida tortishuvlar bo'ladi. Mana shu siyosiy irodani borligi shunday bo'ldiki, endi bizda shunday siyosatda termin bor, qo'shnilar bilan hech qanday muammolar bo'lmasligi. Mana shunga intilish bizda juda ham yuqori va bu masalaga biz mutlaqo erishdik desak, juda ham menimcha to'g'ri xulosaga kelgan bo'lamiz. Yangi voqelik paydo bo'lyapti. Yangi geosiyosiy paradigma paydo bo'lyapti. Geosiyosiy transformatsiya yuz berdi va buning ahamiyatini bugungi kunda dunyodagi barcha mana shu mutaxassislar, analitiklar, ekspertlar e'tirof etdi. Endi Markaziy Osiyoga har doim biz shu duplet qilib Markaziy Osiyo va Ozarbayjon deb aytishimiz kerak. Mana shu oxirgi bo'lgan sammitda maslahat kengashida Ozarbayjon Markaziy Osiyoga o'z ixtiyori bilan to'laqonli a'zo sifatida qo'shildi va bundan hamma davlatlar, Markaziy Osiyo davlatlari ham va eng avvalo Ozarbayjonning o'zi ham men o'ylayman juda katta
yutdi. Endi mana shu regional xavfsizlik masalasi, regional iqtisodiy integratsiya masalalari bo'yicha shu Xo'jandda bo'lgan uchrashuvda mana hozir Abdulla aka ham to'g'ri ta'kidladi. Mintaqadagi qariyb barcha davlatlar, Tojikiston ham, O'zbekiston ham, hatto Qirg'iziston ham elektr energiyasini eksporti bilan shug'ullanadi bugungi kunda. Bu mana Afg'onistonga har uchala davlat shu o'zidan orttirib energetika mana shu elektr tokini eksport qiladi. O'zbekiston esa mana o'tgan yildan boshlab yashil energiya manbalaridan hosil bo'lgan elektr tokini mana shu Ozarbayjon orqali Yevroittifoqqa yetkazib berishni ham boshladi va adashmasam uni 125 million dollarga eksport qilgan. Endi o'zi ham to'g'ri importi ham bor. Umumiy balansda bir 55-60 million dollarlik ijobiy saldo bor bu yerda. Suv masalasida mintaqa davlatlari bir-biri bilan demak kelishishga majbur. Sovet iqtisodiy xo'jaligi shunday qurilgan ediki, tepada turgan suvni hosil qiluvchi, yaratuvchi davlatlarda suv to'g'onlari bilan yo'llar bekirgan edi. Ular shu generatsiyani asosan qishda qilar edi va pastda sug'oriladigan davlatlar bor. Sug'oriladigan davlatlarga ularga suv kerak bo'lgan paytda yetib kelmayotgan edi. Mana shu muammoni hal qilish uchun ham koordinatsiya kerak. Undan tashqari kelajakda ham bu dasturlar hamma davlatlarda bor. O'zbekistonda ham bor, Tojikistonda ham bor. Kelajakda hamma o'zining energiya balansida profitga erishmoqchi. Va bu yerda ham endi o'zaro kelishuv kerak, chunki ba'zi bir davlatlardan hamkorlik qilmasa, mana shu o'zining elektr energiyasini uchinchi davlatlarga o'tkazib bera olmaydi. Bu masalada ham suv masalasida, ham energetika masalasida albatta hamkorlik kerak va mana shu suv defitsiti kundan kunga oshib borayotgan bir jarayon kuzatilyapti u planetar masshtabda. Mana shularni ham tejab tergab ishlatish masalasida ham hamkorlik o'ta zarur va markaziy Osiyo davlati liderlari bu xavflarni juda teran anglayapti va shunga demak kerakli munosabatni oldindan qilishga harakat qilyapti. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvi avvalo O'zbekiston rahbari tomonidan tashabbuskor bo'lib o'sha tashkil etilganligi bu Markaziy Osiyoda do'stona o'zaro ishonch muhitini yaratgan edi. Mana shu muhitni endi Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkaz o'rtasida yaratish rejasi bu nihoyatda istiqbolli bir harakat deb hisoblashimiz kerak. Chunki o'sha Amerikani o'sha geostrateglari umuman davlat maslahatchisi bo'lgan Zbigniew Brzezinskiy ham buyuk shaxmat taxtasi asarida Ozarbayjon Markaziy Osiyo uchun bir eshik degan ta'rifi bergan. Ya'ni Yevropaga, jahonga chiqishida Markaziy Osiyoni asosiy bir haligisi yo'lagi bu Kavkaz bo'lib qoladi, ya'ni Ozarbayjon bo'lib qoladi deyilganda, haqiqatan shu narsaga kelayotganligimizni guvoh bo'lamiz. Shu yerda aytishimiz kerakki, O'zbekiston Ozarbayjonni o'sha Markaziy Osiyo o'sha muloqotiga qo'shishdan oldin bitta yaxshi bir tashabbusni ham ilgari surgandi. Bu o'sha Avazada bo'lgan O'zbekiston, Turkmaniston va Ozarbayjon uchligining sammiti. Birinchi sammit. Bu nihoyatda ahamiyatli edi. Mana shu sammitda ham biz o'zimizni Yevropaga, dunyoga chiqadigan yo'laklarimizni, transportlarimizni va istiqbolli rejalarimizni shu uchta davlat bilan muloqot qilib kelishgan edik. Va keyin esa Markaziy Osiyoda bir xavfli deb baholanadigan, O'zbekistonni uchun nozik bo'lgan masala, og'riqli bo'lgan masala bu uning sharqidagi 3 ta qo'shnisi bilan edi, ya'ni 2 ta qo'shnisi bilan edi. Bu o'sha Tojikiston, Qirg'iziston va mana shu 2 ta davlat bilan ham uchlik asosida sammit o'tkazgan holatda davlat rahbarlari u yerdagi hududiy masalalarni, suv masalalarini va boshqa masalalarni birgalikda hal qilish harakati va Xo'jand deklaratsiyasining imzolanishi bizni o'sha bizaga bo'lishi mumkin bo'lgan
istiqbolda bir muammo tug'dirishi bo'lgan mumkin bo'lgan shu omillarni oldini olishimizga erishdik deb hisoblasak bo'ladi. Mamlakatga nima foyda bu narsalarni deyiladigan savol tug'ilyapti-da. Bu yerda O'zbekistonning xalqaro nufuzi haqida gap ketyapti. O'zbekistonning xalqaro nufuzi ortib borishi haqida gap ketyapti. Mana shu boyagi sammitlar, mana shu tadbirlar mamlakat nufuzini qay darajada oshiryapti? Markaziy Osiyoni birinchi navbatda Yevropa ittifoqi bilan mana yaqinlashishi, mana ayniqsa Samarqandda ko'rildi. Yevropa bilan strategik hamkorlik yangi bosqichga ko'tarilganligini butun dunyo ko'rdi, nafaqat mamlakatimiz. Undan tashqari yashil energiya, mana raqamlashtirish va boshqa mana ayniqsa o'sha iqlim masalalari bo'yicha forsaytlar, ya'ni grantlarning oshishi, turizmning rivojlanishi ko'zga tashlanyapti. Mana o'tgan yili 8 million bo'lgan bo'lsa, adashmasam bu yili 9 millionga yaqinlashdi o'sha turistlar soni. Bu albatta hammasi nimadan? Hammasi mana shu xalqaro tadbirlarni mamlakatimizni, hukumatimizni qilayotgan albatta shu sa'y harakatlari natijasi deb bilamiz. Eng katta yutuqlarimizdan bittasi siyosiy tinchlik, siyosiy muvozanatni saqlash. Chunki bu oddiy gaplar emas. Bizga ba'zi mamlakatlar yordam bermasligi mumkin Markaziy Osiyo davlatlarining taraqqiyoti, lekin xalaqit berishga imkoniyatlari bor. Masalan, Afg'onistonda notinchlik bo'lsa, bizga dengizga chiqish imkoniyatlarimiz kesiladi. Suriyada notinchlik bo'lsa ham bizga katta ta'siri bor. Ya'ni bizni Janubiy dengizlarga chiqish yo'llaridagi sa'y harakatlarimiz bugun juda katta ahamiyatga ega. Ertaga agar Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li ishga tushsa va O'zbekiston Mozori Sharifgacha bo'lgan temir yo'lni davom ettirib, demak Pokiston orqali yoki Eron orqali demak Janubiy dengizlarga chiqish imkoniyatini o'ziga yaratsa, bu O'zbekiston uchun juda katta yutuq. Markaziy Osiyo ruhi haqida gap ketar ekan, yilning eng muhim voqealaridan biri mana 6-noyabr kuni Vashington shahridagi Oq uyda o'sha Markaziy Osiyo mamlakatlari va AQSh yetakchilarining C5+ formatidagi sammiti o'tkazildi. Mazkur tadbirda muhokama qilingan mavzular, erishilgan kelishuvlar xususida qisqacha fikrlasak. O'z aslida bunaqa sammitlar bo'lib o'tgan, lekin bu rasmiy maqomga ega bo'lgan, sababi 2021-yilda ham Jo Bayden o'tkazgan sammit bor, lekin bu BMTning bir konferensiyasi doirasida bo'lgan, lekin bunisi esa haqiqatan ham rasmiy. Bundan oldin xabarlaringiz bo'lsa, mamlakatimiz rahbari aynan BMTning 80-yilligi munosabati bilan Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan yubiley sessiyasida qatnashishdan oldin Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti bilan ham uchrashgan edi. Aynan shu uchrashuvda juda mamlakatimiz uchun va ikkita mamlakat orasidagi hamkorliklarni kuchaytiradigan 8 milliard dollarlik, ya'ni 22 ta Boeing 747 samolyotlarni O'zbekiston tomonidan xarid qilish to'g'risidagi shartnomasi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentini juda loy qoldirgan bo'lib, o'zini shaxsiy Twitter, ya'ni X platformasidagi shaxsiy sahifasida bu to'g'risida e'lon qilgan edi. O'zbekiston 2030 strategiyasida 48-maqsad bor. Shu 48-maqsadda sanoatni qayta sanoatni xom ashyolarni eksportdan emas, balki ularni qayta ishlab, ularga yuqori qiymatga ega mahsulotlarni ishlab chiqarib, uni eksport qilish belgilangan. Aynan shu sanoatni shu qismini 45 milliard dollargacha 30-yilgacha yetkazishimiz kerak. Va aynan shu Amerika Qo'shma Shtatlari bilan erishilgan kelishuvlar aynan shu biz o'zimiz oldimizga qo'ygan maqsadlardan birini qondiradi desak bo'ladi, ya'ni amalga oshiriladi. Ya'ni biz nafaqat eksportchi, balkim ya'ni xom ashyo eksportchi, balkim tayyor mahsulot eksportchisiga aylanishimiz aynan shunday shartnomalar orqali amalga oshirilishi amaliy natijasi deb atasak bu to'g'ri bo'ladi. Bundan tashqari albatta O'zbekiston, Tojikiston va Qozog'iston uchun muhim bo'lgan bir Jackson-Venik tuzatmasi bor, ya'ni popravka deyiladi. O'sha aynan shu popravkasi 78-yildan beri bizga meros bo'lib qolgan bo'lsa ham, lekin hozirgi kungacha bir muammo bo'lib turgan edi, ya'ni aynan savdo blokadasi. Ya'ni o'sha alohida, balkim O'zbekiston, Qozog'iston va shu Tojikiston uchun alohida savdo nima desam, chegirmalar bo'lishi mumkin. Aynan shuni Jackson-Venikda popravkalarni agar bekor qilinsa, aynan shu 3 ta mamlakat uchun Amerika Qo'shma Shtatlari bilan savdo aylanmasi oshirish imkoniyati yuqoriroq bo'ladi. Sababi aynan hozir O'zbekiston bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining orasidagi savdo aylanmasi 880 million dollarga teng bo'lgan bo'lsa, buni kelasi yillarda 1 milliarddan oshirish imkonimiz bo'ladi.
C5+1 formati o'zi bundan 10 yil oldin 2015-yili shakllangan va unda O'zbekiston ham asosiy ishtirokchilardan va tashkilotchilardan biri. Samarqandda bo'lgan birinchi sammit va unda tashqi ishlar vazirliklari darajasida o'shaligi davlatlarning vakillari qatnashgan. Mana shu formatdan keyin boshqa regional qudratlar ham aynan shu format ularga ma'qul tushdi. Keyin Xitoy C5+1 Sianda shu formatni o'tkazdi. Yevroittifoq ham xuddi shu formatni keyin tanladi. Hatto Rossiya ham, Rossiya biz bilan o'nlab integratsion loyihalarda birga ishtirokchi hisoblanadi, lekin shunga qaramasdan ular ham shu formatni mana bundan bir necha oy oldin C5+1 Rossiya degan formatda Markaziy Osiyo davlatlari bilan o'zining sammitini o'tkazdi. Endi gap nima haqida ketyapti? Gap mana shu Markaziy Osiyoning bugun xalqaro munosabatlarda subyektiga aylanganligida. Shu format balkim va ayrim oxirgi 3-4 yil ichida yuz berayotgan voqealar nafaqat O'zbekiston, umuman Markaziy Osiyo mintaqasini geosiyosiy, to'laqonli geosiyosiy subyektga aylantirdi. Bugun mana shu dunyodagi eng iqtisodiy, siyosiy qudratlar, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevroittifoq, Xitoy va shu harbiy va iqtisodiy avtoritetini yo'qotayotgan Rossiya ham bugungi kunda mana Markaziy Osiyoga qaysi ma'noda talashda musobaqa o'tkazyapti va bu o'rinda Markaziy Osiyo endi zinhor hech kimga prioritet bermasligi kerak. Markaziy Osiyoning butun kuchi qudrati, shu jumladan O'zbekistonning ham mana shu tashqi siyosatdagi eng kuchli kartasi bu ko'p vektorli, teng vektorli, hech kimga prioritet bermagan holda mana shu 4 ta o'yinchi bilan teng aloqalar o'rnatish va o'zining iqtisodiy manfaatini ko'rish. Umuman stabillikning ham asosi hozir mana shu siyosatni olib borishda deb hisoblayman. Sammitda undan tashqari, iqtisodiy tomonlardan tashqari, birinchi o'rinda albatta xavfsizlik tomoni ham bor, mintaqaning xavfsizligi. Ya'ni Markaziy Osiyodan tashqari Afg'oniston masalasi ham ko'tarilgan. Ya'ni Markaziy Osiyo mamlakatlari birlashib Afg'onistonga o'z ko'magini berib, uni iqtisodiy samarasi, iqtisodiy o'sishini ta'minlashga yordam bergan taqdirda butun hududimiz tinch bo'lib, xavfsiz hududga aylangan bo'lib, endi bilamizki, shu kunga qadar mamlakatimiz rahbari qaysi tadbirlarda qatnashmagan bo'lsa, hammasida butun xalqaro hamjamiyatni Afg'oniston tinchligiga chaqirib keladi. Ya'ni hamkorlikda. Bunga ham e'tibor qilaylik. Buni mamlakat necha yildan beri mana urushdan chiqqan bo'lsa, hozir suveren mamlakatga aylanib, o'z kelajagini qurmoqchi bo'lyapti. Va u yerda yana qaytib shu 20 yilga oldingi urush davrlariga qaytmaslik uchun butun xalqaro hamjamiyat e'tiborini qaratish kerak shu Afg'onistonga degan maqsadda har safar o'z nutqlarida Afg'onistonda nutqidan chiqarmaydi, chetlattirmaydi. Shu sababli birinchi o'rinda Markaziy Osiyo mamlakatlar o'sh qo'shnisiga, ya'ni janubiy qo'shnisiga yordam qilgan taqdirda, undan keyin bilamizki, hozircha faqat O'zbekiston savdo yo'llari bilan, ya'ni yumshoq kuch bilan Afg'onistonda sal iqtisodiy tomondan qo'llab-quvvatlab, gumanitar yordam ham jo'natib turadi. C5+1 formatlari bu shunaqangi formatki, har ikkala taraf uchun manfaatdor bo'lgan format. Birinchidan, Markaziy Osiyo davlatlari bu format orqali jipslashadi, birlashadi. Va ularni bitta bir geosiyosiy aktor bo'lishi o'zlariga foyda. Chunki katta davlatlarda yagona holatda kurashish imkoni yo'q. Xuddi shaxmat taxtasida farzin bilan peshga bir-biri bilan kurashgandek bo'lib qolmaslik kerak. Shuning uchun ham piyoda o'rtasida. Ya'ni shuning uchun ham bu jipslashgan holatda bularni katta davlatlar bilan muloqotga kirishi tarozini balansini saqlaydi-da. Shundan kelib chiqib Markaziy davlatlari bundan manfaatdor. Markaziy Osiyo davlatlari geografik joylashuv bo'yicha shuhratga aytgandek, dunyodagi eng hududi bo'yicha eng katta mamlakat Rossiya va ikkinchi yirik mamlakat Xitoyning biqinida. Shu faktor ham juda ham katta rol o'ynaydi birinchidan. Ikkinchidan biz o'sha Fors ko'rfazi mamlakatlariga juda yaqinmiz. Shuning uchun mana shu tortishuv kuchlarini albatta ta'siri Markaziy Osiyoda ko'rinadi va Eronning ham yaqinligi bu yerda juda katta faktorlardan biri. Albatta buni hamma ko'rib turibdi va biladiki, eski haligi Heartland degan konsepsiya bor.
Heartlandni kim nazorat qilsa o'sha dunyo nazorat qiladi dedi. Lekin Heartlandning harti, ya'ni markazi aynan Markaziy Osiyo bo'ladi. 2025-yil mamlakatimiz Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish yo'lida dadil qadamlarni qo'ydi. Ya'ni kelasi yil 2026-yilda ushbu tuzilmaga o'sha a'zoligimiz o'sha yaqinlashib bormoqda desak ham bo'ladi. Aslida mamlakatning tashqi iqtisodiy diversifikatsiyasi qanday yo'nalishda rivojlanishi kerak? Bugungi kunda bizning asosiy bozorimiz demak 3 ta deb qarashingiz mumkin. Bu demak Rossiya Federatsiyasi bir hisobdan, ikkinchi hisobdan Yevropa mamlakatlari va atrofimizdagi qo'shnilar bu asosiy bozorlarimizni tashkil qiladi. Eksport nuqtai nazaridan, import nuqtai nazaridan albatta birinchi o'rinda Xitoy davlati turadi, Rossiya Federatsiyasi va Qozog'iston turadi. Bu mamlakatlar bilan bizning iqtisodiy aloqalarimiz yaxshi. Lekin diversifikatsiya degan masalani qo'yadigan bo'lsak, biz demak dunyo bozori bilan ko'proq muloqot qilishimiz kerak va Jahon savdo tashkilotiga kirish bu sohada eng katta qadamlardan biri bo'ladi. Bugungi kunda 159 ta mamlakat Jahon savdo tashkilotining a'zosi, biz 160-mamlakat bo'lib kiramiz. Xudo xolisa 26-yildan to'laqonli a'zo bo'lishga umidvormiz. Lekin bu nima beradi degan savol doim ko'tariladi. Bu asosan bir nechta omillarni beradi. Birinchidan biz Jahon savdo tashkilotiga kirishga bizga haligi titul beriladi. Ya'ni kirishga va u yerda savdo qilishga huquq olamiz. Ya'ni nimani hisobiga huquq olamiz? Bu yerda ikkinchi savol bor. Biz jahon savdoda qilayotganda u yerdagi umumiy qoidalar va standartlarni tan olamiz va u qoidalarga, standartlarga amal qilamiz deb o'zimizga mas'uliyat olamiz. Ya'ni u yerdagi qoidalarni birinchi navbatda huquq normalarini biz o'zimizga tatbiq qilamiz. Bu albatta O'zbekistonning o'zining ichida ko'p narsalarni o'zgartirishga olib keladigan omil. Uchinchi tarafi bizga yangi imkoniyatlar, yangi bozorlarga kirish imkoniyatlari. Ya'ni biz eksport qilganda ular O'zbekistonning eksport bo'lgan mollarning ustiga qo'shimcha bojlar qo'llamaydi va ulardan import bo'lganda biz ham qo'shimcha bojlar qo'llamaymiz deb, ya'ni savdo sohasidagi tarif va notarif baryerlarni olib tashlashga ikkala tomondan harakat qilinadi. Bu ko'p tomonlama harakat. Ya'ni ilgari biz bu masalalarni ikki tomonlama shartnomalar bo'yicha hal qilgan bo'lsak, Jahon savdo tashkiloti umumiy platformani 160 ta mamlakatga yaratib beradi. Eng avvalo O'zbekiston tovarlarining geografiyasi kengayadi, shak shubhasiz. Mana 160 ta davlat bilan shartnoma tuziladigan bo'lyapti. Endi to'g'ri, bu yerda mana sof iqtisodchilar yaxshi tushunadigan muammolar bor. Geografiya o'z yo'liga, lekin mana shu logistika xarajatlari hisobiga balkim O'zbekiston bir guruh davlatlarga umuman hech qachon tovar sotmasligi ham mumkin. Chunki bizni tovarimiz u yerga yetib borgancha u ancha narxi logistikaning hisobiga qimmat bo'lib ketishi mumkin. Bu yerda eng muhimi O'zbekistonning dunyoga iqtisodiy va shu bilan birga yana siyosiy ochilayotganligi. Mana shu 86 ta davlat bilan vizasiz rejimlarning olib tashlanganligi, ayrimlar bilan bir oy, ayrimlar bilan undan ham ko'proq muddatga o'sha turistlar, o'sha oilalarning, oddiy fuqarolarning borib kelishi, bu ham juda bir muhim. Mana shu ochiqlik va mana shu erkinlik siyosatini yurg'izishda avvalo endi O'zbekistonning eng yaqin savdo partnyorlari, traditsion savdo partnyorlari bu mana shu eng avvalo qo'shnilar. Xitoy birinchi nomerli savdo partnyor, keyin O'zbekiston uchun hozircha Rossiya, lekin mana shu 20-oktyabrdagi Yevroittifoqqa bo'lgan vizitda O'zbekiston Yevroittifoq bilan ham Jahon savdo tashkilotiga a'zolik bo'yicha masalani hal qilib keldi. Va endi kutilyaptiki, shunday kutilmalar bor. Yevroittifoq bilan bo'ladigan savdo ma'lum bir vaqtdan keyin Rossiya Federatsiyasi bilan bo'ladigan savdodan oshib ketish kerak. O'zi ular shu juda yaqin turibdi bir-biriga. Agar savdo hajmlarini qaraydigan bo'lsak, bu ma'noda Yevroittifoqning Rossiyaga qaraganda katta bir preferensiyalar bor. Bozor katta, 500 millionlik bozor va Rossiyadan farqli u yerda hali demografik krizis kuzatilayotgani yo'q. Ketyapti, lekin unchalik bir xavfli darajada emas. Bu O'zbekiston ishlab chiqaruvchilari, O'zbekiston biznesi uchun juda katta imkoniyat. O'zbekiston endi mana shu Jahon savdo tashkiloti nizomi va Yevroittifoqning standartlarini
bajarib bersa, juda ko'p tovar nomenklaturalari bo'yicha Yevroittifoq bozorida boshqa davlatlar bilan bemalol endi konkurensiyaga kirishi mumkin va shu Yevroittifoqda o'zining shu savdo ulushiga ega bo'lishi mumkin. Umuman mana shu Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bu bir tomondan katta imkoniyat beradi, ikkinchi tomondan bu tadbirkorlarga, biznesga mas'uliyat yuklaydi va uchinchi eng muhimi bu iste'molchi uchun foyda. Hammamiz mana ko'chaga chiqsak iste'molchiga aylanamiz. Biz endi muqobil tovarlar sotib olishimiz mumkin. Shu paytgacha masalan bir tovar nomenklaturasi bo'yicha ikkita bizga variant berilgan bo'lsa, endi 9 ta, 10 ta, 20 ta variant beriladi va u katta ehtimol bilan arzon bo'lishi mumkin. Va umuman olganda O'zbekiston uchun mana shu ham juda muhim, chunki bu bozorlarimizning obodchiligiga va arzonchilikka olib kelishi mumkin. Hurmatli ekspertlar, bugungi bildirilgan fikrlar uchun tashakkur. Shuning bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.